Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar, elitniy mahalla, Los-Anjeles. Qalay, aka, yoqdimi fasadlarni qarang. Hovlini bor, yer narxida berib yuboramiz, akalar. Yer narxida 10 ta xonasi bor, Yevro remont, shikarniy hovliga keldim, fayzli, chiroyli xonadon. Vau, qaranglar, aka. Oxim Boboyev, Los-Anjeles Center, aka, mazza qilib yashaysizlar. Hovlini qarang, fayzliligini, hammaga mana shunaqa chiroyli nasib qilsin. Pastda Ro'shan akaning nomerlarini yozib qo'yaman, aka. Hovli srochniy sotiladi, remontlari bilan. O, naryoqda terrasalari bor, aka. Ichlarini kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Remontlari ham cho'tka, aka. Mazza qilib yashaydigan joy. Gap yo'q. Olmalarni qarang pishib qolgan, mashalloh. Hurmatli obunachilar, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Boyib keting, jigarim, boyib keting. Joningiz sog' bo'lsin. Qaranglar, hurmatli obunachilar, naryoqda terrasasi bor. Va yozda mazza qilib o'tirasizlar, ukam. Hammaga mana shu chiroyli katta oilalarga doda hovli. Yeri narxida. Oxim Boboyevda, Nevazor mahallada, Olmazorda yerlar narxi nech pul? Tanlatsenmi, Kurto'y mahallada yerlar narxi nech pul? Hisoblang. Bizda 6 sutu 10 xona narxini o'zingiz chiqaydi. Narx beringlar, Abdushino kommentariyni o'qingizlar, to'g'ri kelgan narxga beraveramiz okalar. Jilaniya bo'lsa mana, savdolashamiz kommentariyda. Narxini yozinglar. Nevazor mahalla, Olmazor tumani shu kalat joyda joylashgan. To'dan. Bitta like bosib qo'ying.